Hammaga assalomu alaykum. Yana bir bor bular Humoyun, bular o'zi Absiz marketing jamoasida ish olib boradilar. То есть Azizda bilimlari yangilik emas deb o'ylayman. Men shunga qaramasdan ham bular o'qidi. Humoyun, siz o'zi kim bo'lib ishlaysiz Absizda? Marketing menejer bo'lib ishlayman. Aha. 2 oy ichida endi Azizdan o'sha jarayonlarni bilasizlar. Shunga qaramasdan nima yangilik ola oldingiz? Aziz yangilik yo'q ekan. Hazil. Yo'q, o'z o'rgatgan narsalar bo'ldi-da. Shu narsalar bo'ldi. Bu yangilik narsa yo'q. Aytmoqchi bo'lganim ChatGPT bo'ldi ko'proq. Chuqurroq kirganmiz ichiga. Qanaqa ishlash bo'yicha, ishlatish bo'yicha, to'g'ri ishlatish bo'yicha masalan. Shular bo'ldi-da. Потому что undan oldin unaqa chuqur ishlamasdingizlar, unaqa bilim tushuntirganlar. Esdan chiqib ketdi, yana qaytarib oldim. Qarang, ochiqchasiga aytavering. Pul tushuntirib uyalyapsiz ozgina. Yo'q, aytaman, ochiqchasiga. Yo, biroz qarang, yana 2 oy kursga keldingiz, ketdingiz. Har bir darsda qanday 2 oydan qiladigan bo'lsa, xulosa qiladigan bo'lsak, nima oldingiz? Nimani olib ishlatib oldingiz ishxonangizda, proyektlardan? Ishlatayotgan narsa bu. Biz Men bilaman ishlatib qo'yganman. Основной ChatGPT bo'ldi. aslida shu ChatGPT bo'ldi. Tushundim. Unda qarang. Azizni siz uchun yangi tomoni ochildimi mentallikda? Yo o'zi chuqurroq bilardingiz undan tashqari? Yo'q, chuqur bilmas edim. To есть yaqinroq tanib oldingizmi demoqchiman-da. Yo'q. Хорошо. Qanaqa savol bersam ekan sizga? Так. Okey. Qarang, siz marketingda shu narsalarni bilardingiz, ishlab borardingiz. Shunga qaramasdan foyda ola oldingiz, to'g'rimi? To есть qarang, o'sha hamma narsani bilasiz. Takrorlasangiz ham foyda olib keldimi demoqchiman-da. Endi Aytavering. Yo'q, tushunmayapman. Nima deganimni tushunmayapsizmi? Yes, hozir nima savol berasiz o'zi? Savol qarang, qanaqa. Shu narsalarni bilardingiz. Shu bilsangiz ham 2 oy mana boshidan takrorlab chiqdingiz hamma narsani. Shunga qaramasdan u narsalar foydali bo'ldi. Takrorlasangiz ham yangi tomondan o'zingizga kashf etib bu bilimlarni yaxshi oddiyroq beraman savol. Shu marketing menejerlarga sayt qilasizmi bu kursni? 1000 bilimim bo'lsa ham, yanadan boshqadan o'qib, vaqtini ketkazib. Tavsiya. Hammaga rahmat.